Assalomu alaykum. Bizni ijtimoiy tarmoqda kuzatib turgan aziz obunachilar. Akalar Yanchar sexidan xudo xolisa 200 kilolik yem mishalkamizni obzorini ko'rsatib o'tamiz. Aralashtirishlari mana. Bu boshqacha bo'ldi. Nimamiz? Yana boshqacha bo'ldi. Yana chicha uskiroq bo'ldi mana. Bo'yi ozgina balandroq bo'ldi. Lekin hajmi o'zgargani yo'q. 200 kilo oshiqroq ham oladi akalar bu. Endi mana u tayyor mahsulot to'kilgan joyi mana. Mahsulot to'kilgan joyi. Endi asosiy joylariga keladigan bo'lsak, asosiy joylari mana Dvoynoy. Demenimiz Dvoynoy. Motorimiz yangi mana. 3 kilovat 1,5 ming оборот bo'ladi, alyuminiy bo'ladi motorimiz. Lekin motor kuch kelmaydi, remenligi uchun motorda muammo chiqmaydi. Redaktorimiz 40 1 bo'ladi akalar. 40 1. Bunga hozir gravelga chiqqan somonni qo'shildi. Somon. Bitta Silios qo'shildi. Hozir yana Silios kepe qo'shib, xudo xolasa to'ldirib ishlatib ko'ramiz. Silios ketyapti. Ancha bo'ldi Siliosga ham. Haftadan beri turibmiz. Bo'ladi aka, amal tashlab olmaysiz. Ichida tashlang yana. Mana 500 kilolikni ham ishlatamiz. Xudo xolasa obzor. Yana obzor qilamiz. Endi kerak bo'ladi. Mana uskiroq varianti bo'ldi. 200 kilolikni, lekin yaxshi akalar. Aylantirishlari nima deydi, ichidagi mahsulotlari mana normalniy mahsulot solindi. Yaxshi oldi. Hozirgi deti 150 160 kilogacha mahsulot tushib bo'ldi. Endi yana ozgina tashlasa bo'laveradi mahsulotni. Hozir aralashtirishga qarab yana tashlayveramiz. Bu sinov jarayoni bo'lyapti akalar. Xudo xolasa yaxshi sinovdan o'tib bersa, sotuvga tayyor mahsulot bo'ladi bu. Aralashtirishlari qaydan aralashtiryapti? Yoshi ushamaydi. Qaydan aralashtiryapti? Ushaydi. Somon bo'lmasa, somonni endi uni ichida nimalar bilan somon uchun tushmaydi. Bu somon ushaydi xolos. Drabilkamiz, universal drabilka. 22 kilovat akalar. Xudo xolasa sotuvga tayyor drabilkamiz ham kecha sinovdan o'tkazib tayyorlab qo'yganmiz inshaalloh. Mashq holatda turadi. Donga o'tga mashq holatda turadi. Tarabi 22 kilovat akalar. Bitta prosta yuborgan drabilkamiz. Hop, endi asosiy nimaga qaytsak, yem mishalkaga. Odam somon bermayapti. Somon
Stelioslarimiz yana ketyapti akalar. Tashlab o'tdimi, toshmadi. Hop. Qalaginda 160-150 deb hisoblodikmi? Yana 20 kilodan tushdi. 40 kilo tushdi. Endi somonimiz endi. Somon drabekaga chiqarilgan somon qo'shasizlar akalar. Bu yana ham somon yiriroq chiqarildi. Bu 2 kilo yem elitadiganmiz, lekin uni bo'yiga qo'shganmiz akalar, uzunligiga qo'shilgan. Shuning uchun 2 kilodan ham ko'proq elitish mumkin akalar. Jincha aylanib olsa o'zi piris bo'lib qoladi bu. Keyin qo'shamiz somon. Pasaydi. Tosh ketguncha ko'raylik, nima bo'ladi? Bo'ldi, sig'may qoldi. Bu sinov jarayoni akalar, xudo xolasa sinovdan qanaqa o'tsa, sotuvga tayyor bo'ladi akalar. Hop sinov, shuning uchun bosib solinyapti. Kitobi apa borgandan keyin, klient olgandan keyin har xil ishlatadi hamma. Shuning uchun hozir bu yerda o'zimiz prova qilib bosib solinyapti. Baribir olgan odam ham to'la ishlatishi mumkin-da, hamma har xil ishlatadi. Shu yanimizda bo'ldi, to'shashma. Kepagan o zo'r bo'ldi lekin ha. Yemam ha. Bu ham aynaqa chiqarmaydi. Somonni yo'radi. Ana to'la tayyorladik. Umuman to'la bo'ldi, lim to'la bo'ldi. Hozir 2 kilodan oshib ketdi. 2 kilodan oshib ketdi bu. Oshib ketdi hozir. Ana shuna bo'lsa. Buni hozir 200 ga bordi. baqa tashlaymiz-ku. O'shandan keyin taroziga ham qo'yamiz. Taroziga ham qo'yamiz, qani? Shunda bilinadi nechta kilo. Ko'rilicha aralashishini. Google ketyapti, bordini qo'shaylikmi yana? Yana nima deysizlar akalar? Yana qo'shib yuboraylikmi? Ammo 2 kilodan oshib ketdi menimcha. Bir o'lchab ko'ramiz keyin tushgandan keyin. Kuragimiz bormidi? Yo'q, kamroq tortish kerak. Yaxshi kamroq. Bu büyük. Qani boshlab mana. Kuray qo'ring aka. Tushib ketsa bo'ldi, tushib keta qolgan. Ana. To'kilish jarayoni akada. Kurayda ag'ba qilib turasizlar bo'ldi. Sekin tushiraveradi. Bu o'rtacha tash ekan, ha, sekin bala tushib turganda aralashib tushar ekan. To'kilib turganda. Ana, Aralashishdi. shashara o'tadi, shashara bo'la. Boshqa aromat. Ana akada. Ana kepaklar ko'rinyapti shekilli hammaga. Mana shu Tashlab yuborasizlar qaytarib. tushib turgan joydan olib ko'rsataman mana. Hammasi pastda aralashgan. Hammasi. Xullas akalar, mana shunaqa holat akalar. Kimga ma'qul bo'lgan bo'lsa, kimga bo'ldi mana shunaqa narsa kerak edi menga, olaman deydigan akalarimizga xudo xolasa endi mana shunaqa fasonda chiqarib beraveramiz akalar. Inshaalloh uyaltirmaydi. Tavsiya qilaman, olinglar. Pullaring o'zlaring bilan ketadi. Xudo xolasa ish beradigan mana yaxshi narsa chiqdi akalar. O'zlaring video davomida baho beraverasizlar mana. Endi ko'pchilik shunaqa yem tayyorlaydi-da, somon bor ichida mana. Endi yengil
nima deydi, arzon yem deydi-yu, arzon yem bo'ldi bu. Somon, kepek, silyoz, mana shunaqa. Xullas ma'qul bo'lsa akalar aloqaga chiqib olasizlar.